Ya'ni yaxshi qiz pozitsiyasini ham tagida, muammoni ildizida qo'rquv bo'ladi. Qo'rqqaningizdan vaziyatni chalkash tarzida yechishni boshlaysiz. Birinchi o'rinda sizga odamlarning fikri muhim bo'ladi va ularga yaxshi ko'rinish bo'ladi, evaz bo'ladi, ya'ni evaz. Siz yaxshi ko'rinish uchun hamma narsaga tayyorsiz. Yolg'on gapirishga ham tayyorsiz va buni psixika, miya sizga yaratib beraveradi. Vaziyat, voqealarni yaratib beraveradi. Chunki siz ichkaridan yaxshi qiz pozitsiyasi muhimligi uchun, qo'rquvdan bajarganingiz uchun tagida qo'rquv yotadi. Ya'ni yomon qiz bo'lib qolishdan qo'rquv, yomon ayol bo'lib qolishdan qo'rquv. Ko'p ajrashgan ayollarda ham shu programma ishlaydi. Yomon ayol bo'lib qolishdan qo'rquv. Shuning uchun buni ildizi bor va buni ildizini yechish kerak bo'ladi. Hammada har xil sabablar bilan bu ildiziga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni qo'rquv bo'ladi aslida.